Bugun nafaqat jahon futboli, balki butun O'zbekiston uchun tarixiy va unutilmas kun bo'ldi. 18-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi ilk jahon chempionati uchrashuvini o'tkazdi. Meksikadagi mashhur Azteca stadionida kechgan bahs butun xalqimizni birlashtirgan katta futbol bayramiga aylandi. Shunchaki o'yin emas, bu yurtdoshlarimiz uchun haqiqiy bugun mana shu 3000 ga yaqin mana shu toshga muxlislar yig'ilgan bo'lsa, ularning yuragi milliy jamoamiz bilan birga bir ritmda uryapti. Siz hayajonsiz bugun bu kunni o'tkazib bo'lmaydi. Haqiqiy tarixiy kun, haqiqiy bayram bo'lyapti. Okean ortidagi mana bu jahon chempionatida O'zbekiston ishtirok etayotganligi, garchi biz okean ortiga muxlislik qilmasak ham, mana shu yerda juda katta olov yonyapti, ya'ni bizning yuragimizdagi olov, har bir muxlisning yuragidagi olov mana shu okean ortidagi yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar biz O'zbekiston terma jamoasi bilan birgamiz. Aytishadi-ku, maydon tekis, top yumaloqdi. Biz jamoamizga faqat yutuq, faqat g'alaba tilaymiz. Olg'a O'zbekiston. Xorazmlik muxlislar futbol bo'yicha jahon chempionatidagi tarixiy ishtirokimizni, Markaziy Osiyodagi ilk golni katta hayajon bilan qarshi oldilar. Mana hozir O'zbekiston terma jamoasi gollari, futbolchilar golini omad tilimizdan omad. Mana g'alaba, mana gol urdilar. Biz faqat g'alaba qilamiz. O'zbekiston olg'a, g'alaba sen bilan. Muhimi futbolchilarimiz maydonda ishonchli o'yin ko'rsata oldilar. O'zbekiston dunyo sahnasida o'z nomini yuqori pog'onaga olib chiqdi. Garchi g'oliblik Kolumbiya jamoasi bo'lsa-da, xalqimiz milliy jamoamizni chin dildan qo'llab-quvvatlamoqda. Milliy terma jamoamizni mard yigitlari isbotlashadi. O'zbek futboli qay darajaga yetganini. Mana hurmatli prezidentimizning e'tiborlari, mana futbolga bo'lgan e'tibor, mana sportga bo'lgan e'tibor. Bugungi o'yin ham nihoyatda shiddatli o'yinlar bo'ldi. Komandamiz a'zolari, komandamiz murabbiyi bir kichkina xatolarni albatta bular muhokama qilinadi va keyingi o'yinlarga o'ylaymanki, bundan-da kuchliroq tayyorgarlik ko'radi. Haqiqiy muxlislik qanday bo'lishini ko'rsatishimiz kerak. Milliy g'ururni his qilishimiz kerak. O'zbekiston olg'a. O'zbekiston futbol tarixidagi eng katta voqelik milliy terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatida to'p surishi qashqadaryoliklarga ham katta ruh, faxr, iftixor bag'ishladi. Tarixiy o'yinlar viloyatning barcha hududlarida, xiyobonlarda, oliy o'quv yurtlarida katta ekranlar orqali jamoaviy tomosha qilindi. Vatanparvar yoshlar, futbol ishqibozlari futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlab, ularni olqishlab turishdi. Bundan tashqari maktab, mahallalarda, xonadonlarda ham jahon chempionatida milliy terma jamoamizning dastlabki o'yinlarini katta-yu kichik, yosh-u qari birdek hayajon, olqishlar bilan kuzatib borishdi. O'zbek xalqini yillab kutgan orzusi amalga oshdi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida ilk marotaba ishtirok etdi. Bunda hamma xursand. Terma jamoani sha'nini himoya qilayotgan futbolchilarimiz orasida ayni mana shu Qashqadaryo futbol maktabini tarbiyalanuvchilarini ham bugun maydonda to'p surayotganligi albatta hammamizni quvontiradi va bundan juda ham bir faxrlanamiz. O'ylaymizki, bu ham yoshlarimizga, kelgusidagi yosh umidli sportchilarimizga, futbolchilarimizga juda ham katta bir motivatsiya beradi. Raqib darvozaga urilgan ilk to'p yuraklarni hayajonga soldi. Albatta terma jamoamizning jahon chempionatidagi bu tarixiy ishtiroki prezidentimiz boshchiligida yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning yorqin bir samarasi bo'ldi. Milliy terma jamoamiz a'zosi Abbos Fayzullayev o'zini bir chiroyli golini urib, butun O'zbekistonni larzaga soldi. O'zbek futbolchilarini shu jahonda, dunyoda o'rni borligini yana bir marta isbotlab qo'ydi. Biz juda ham hayajondamiz. Terma jamoamiz futbolchilariga bor kuch-g'ayratimiz bilan qo'limizdan kelgancha ularni qo'llab-quvvatlaymiz. O'yin yakunlandi. Albatta terma jamoamiz katta kuch bilan harakat qildi. Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda hisob qanday bo'lishidan qat'iy nazar, milliy jamoamiz tarixiy natijaga erishdi. Ular o'zbek futboli uchun yangi davrni boshlab berdi. Yosh avlodga katta orzu qilish va unga erishish mumkinligini isbotladi.
Axborotni ushbu sonidan o'rin olgan yangiliklar shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang.